Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Barlik qarindoshlarım, Alloh salomini mag'firati barakat olsun. Qarindoshlar, cho'ng gunohlar darsimizni boshlaymiz. 37-cho'ng gunoh riyokorlik qilish. A'udzu billahi minashaytonirrojim. Bismillahirrohmanirrohim. Bu haqda Alloh taolo Sura Nisoning 142-oyatida mundaq deydi. Namozni kishilarga ko'rsatish uchun o'qiydi, ya'ni riyokorlik qiladi. Allohni faqat ozgina yod etadi. Bundan boshqa Sura Maunning 4-oyatidan 7-oyatigacha Alloh taolo mundaq deydi. Shundoq namoz o'quvchilarga voyki, ular namozni g'aflat bilan o'qiydi, namozni riyo bilan o'qiydi. Ular qo'lqa bermaydi. Mana bu oyatlarda Alloh taolo aniq qilib bayon qilyapti. Namozni riyo bilan, ya'ni boshqalar ko'rsin deb yoki bo'lsa boshqalar namoz o'qimaydi ekan deb qolmasin deb o'qiydigan ishlarning hammasini boshqalar ko'rsin yoki xayrli ihson ishlarini boshqalar ko'rsin, boshqalar meni sex ekan desin, xayr ihson qiladi ekan desin deb qiladigan harakatlarning hammasini boshqalar ko'z qilish uchun qiladiganlar riyo bo'ladi, riyo qilgan bo'ladi. Alloh taolo Sura Baqaraning 264-oyatida: "Ey mo'minlar, pul milini kishilarga ko'rsatish uchun sarf qiladigan, Allohga va oxirat kuniga iymon keltirmaydigan kishining qilgan amalini bekor qilayotganiga o'xshash bergan sadiqanglarni minnat qilish va aziyat yetkazish bilan bekor qilayotmanglar." Mana bu oyatda Alloh taolo aniq qilib deyotdi, qilgan ish amallar, ya'ni mol sadiq qilgan, boshqalarga yordam qilgan molni boshqalar ko'rsatish uchun, xayr ihsonlarni boshqalar ko'rsatish uchun qilsa, bu minnat qilgan bilan barobar bo'lib, bularning hammasi bekor bo'lib ketadi, bekor, hech nimaga arzimaydi. Sura Kayfning 110-oyatida kimki Parvardigoriga muloqot bo'lishni umid qiladi ekan, ya'ni savobni umid qilib azobdan qo'rqadi ekan, yaxshi ish qilsin. Parvardigoriga qiladigan ibodatga hech kimni sherik keltirmasin. Ya'ni amali bilan riyo qilmasin deydi. Mana bu yerda boshqalar ko'rsin deb yoki ko'rsaman deb yoki boshqalar meni o'sha ishni qilmaydi deb qolmasin bu Qur'on Karimda aniq qilib bayon qilyapti. Mana buning o'zi riyo bo'ladi, riyo. Riyodan saqlanish kerak. Riyodan saqlanmasa, qilgan amallarning hammasi bekor bo'lib ketadi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Qiyomat kuni dastlab hukm qilinadigan insonlardan bir turi shuki, Alloh yo'lida shahid bo'lgan bir odam ilib kelinadi. Alloh uningga ato qilgan ne'matini eslatadi, u ne'matlarni eslab o'tadi. Alloh taolo uningdan o ne'matning badaliga nima amal qilding deb so'raydi. O, ey Parvardigorim, sening yo'lingda shahid bo'lganga qadar jihad qildim deb javob berdi. Alloh taolo: "Yolg'on aytdim. Sen palonchi nihoyat botir ishkan deysan deb jihad qilgan eding. Dunyo hayotida shundoq deyilib bo'ldi" dedi. Ondan Alloh taolo uni do'zaxga tashlashga amr qildi. Shuning bilan u yuzicha so'rab opirilib do'zaxga tashlandi. Ulardan yana bir turi shuki, Alloh rizqini keng qilgan va har turli mol dunyo ato qilgan boy bir odam ilib kelinadi. Alloh uning ato qilgan ne'matini eslatadi, uni bu ne'matni eslab o'tadi. Ya'ni to'g'ri, sen mana shunday ne'matlarni, shunday mol-mulklarni berding deydi. Alloh taolo undan o ne'matni nimaga ishlatding deb so'raydi. U: "Ey Parvardigorim,
sen pul mal sarf qilishni yaxshi ko'rgan yerning birini qo'ymay sening roziliqing uchun sarf qildim deb javob berdi. Alloh taolo yolg'on etding. Sen palonchi nihoyat sehi ekan desin deb sarf qilgan eding. Dunyo hayotida barliq odamlar seni shundoq dedi, sehi dedi. Bu ish ashadi tugidi deydi. Ondan Alloh taolo uni do'zaxga tashlashga amr qildi. Shuning bilan u yuzlardan so'rilib, opirib do'zaxga tashlandi. Ularning uchinchi turi shuki, ilm olgan, ilm o'rgangan va Qur'on o'qigan bir odam Allohning huzuriga elib keldi. Ya'ni ahli ilmdan birisi elib keldi. Allah onun ato qilgan ne'matini eslatdi, uni o ne'matlarni eslab o'tdi. Alloh taolo undan o ne'matning badaliga nima amal qilding deb so'raydi. O ey Parvardigorim, ilm o'rgandim, o'rgatdim va sening roziliqing uchun Qur'on o'qidim deb javob berdi. Alloh taolo yolg'on etding. Sen o nihoyat olim kishi ekan desin deb ilm o'rganding. Ahli ilm ekan desin deb, molla ekan, damol ekan deb ilm o'rganding. O nihoyat yaxshi o'qiydigan qori ekan desin deb Qur'on o'qiding deydi. Ondan Alloh taolo uni do'zaxga tashlashga amr qildi. Shuning bilan u yuzlardan so'rilib, opirilib do'zaxga tashlandi. İmam Müslim, Nesai ve İmam Ahmed rivayet kılan sahih hadis. Kardeşler, bu hadis İslam aleminde intayin meşhur hadis. Meşhur hadis. Çünkü kıyamet günü Allah Teala insanlarını, bendelerini sorak kılıştın avval muşu 3 türküm adamını çıkıp bularni avval do'zaxga tashlaydi. Bu 3 türküm adam qanda? Birincisi şehit bo'lgan odam. Şehit, ma dunyoda şehit bo'lgan odam. Şehitlar ölmeydi. Mangu cennet qiladi deymiz. Ama onunki şehit, nima uchun shehid bo'lganligi bu hadisda bayon qilinadi. O degan shehid bo'lsin deb nam olman degan niyatda shehid bo'lgan odam qiyomatda do'zaxga tashlanadi. İkincisi nihoyatda sehi, boy, gül yaxshi ishlarga pul sarf qiladigan boy, ammo uning niyati boshqalar sehi desin. Sehi desin. Boshqalar bu nihoyat mard desin deb intayin ko'p mol dunyoni sarf qilgan bir boy. Uning niyati shu bo'lganligi uchun Alloh taolo uni do'zaxga tashlaydi. Uchinchisi nihoyat yaxshi o'qigan ahli ilm, o'limi mayli dindi, mayli fanda bo'lsin. Bu nihoyat olim adam, qori adam, damollam o'limi desin deb shu ishlarni qilganligi uchun Alloh taolo uni do'zaxga tashlab, qolgan bandalarni so'roq qilishga bu yerda ibrat qiladi, ammidan burun bu ishni qiladi. Chunki bu uch odamning niyati Alloh rizosi uchun emas. Alloh rizosi uchun qilmaganligi uchun bu ishlarni do'zaxga tashlandi. Do'zaxga tashlandi. Shuning uchun qarindoshlar, riyodan saqlanish kerak. Qilgan ishlarimizni faqat Alloh rizosi uchun qilsak, u qabul bo'ladi, bo'lmasa o riyo bo'lib Allohning jazosiga uchraymiz. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunday dedi: kimki qilgan yaxshiliklarni boshqalarga anglatishni xohlasa, Alloh uni boshqalarga anglatib qo'yadi. Kimki qilgan yaxshiliklarni boshqalarga ko'rsatishni xohlasa, Alloh uni boshqalarga ko'rsatib qo'yadi. Birlikka hadis. Ammo uni qiyomatda hech qanday ishi yaxshilikqa ib bo'lmaydi. Yaxshilik ib bo'lmaydi. Şununla kardeşler, bu meselelerde qattiq diqqat qilishimiz kerak. Biz yaxshi ishni qilamiz deb en oxirida ziyon tortadigan ishga berib qolsak, qiyomat kuni o'zimiz azobda qolamiz. O'zimiz azobda qolamiz. Har bir ishimizda Allohning dargohida ajrga erishish uchun hareket qilishimiz kerak. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunday dedi: sizlardan eng ko'p ansiraydiganim kichik sherikdir.
Sahabiler Allah'ın peygamberi küçük şerik diyen nima deb so'raganda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem riyadur. Allah Teala bendelerini kılgan ameliga yarışa mukofotlaydigan kunda ibadetini riyo qilganlarga hayoti dunyoda amalinglarni kimga riyo qilgan bo'lsanglar shularning yeniga berib qarab beqinglar, ularning yenida sizlar uchun mukofot bormikin deydi deb javob bergan. İmam Ahmad, İmam Tabarani rivoyat qilgan Albani sanadi yaxshi hadis degan. Allah Teala Sure Zümer'nin 47. ayetinde ularga Allah tarafından bu dünyadaki çağlarda oylap bakmagan azaplar aşkar buludu degan ayetinin tefsirinde bazı kişiler dünyada savap deb qilgan bir muncha ishlar qiyomat kuni gunoh bo'lib chiqadi deb tafsir qilgan. Şununla kardeşler bir işlerini qilgan chaqda ama özümüzdeki ideyasi, özümüzün akıl parası, özümüzün tefekkürüyle tayinip ma işi yaxşı iş deb emas. Allah'ın körsetmesi, Allah buyurgan yol, Allah çekilgen iş, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in körsetmelerine tayinip hüküm çıkarıp durup işlerimizni kılışımız gerek. Eğer undaq olmaganda kıyamet günü biz azapqa duçar bo'lib qolamiz. Hasan Basri mundaq deydi: riyakor Allohning o'zi haqidagi taqdirini yengmoqchi bo'ladi. O nachar kishi bo'lib, xalqqa o'zini yaxshi odam qilib ko'rsatishni xohlaydi. Ular uni qandoqmi yaxshi odam desin, chunki u Allohning nazarida pastkash insonlarning qatoriga tushib qoldi. Şuna müminlerin kalbi onu çokum tanıyamaydı. İmam Gazali İhya namlı kitabında nakil kılgan. Demek riyakar Allah'ın onun yazgan taqdirini özgertmekçi bulup tırışıp men zadi başkaları yaxşı gördüm deb riya qilib ahir yanıla ig'ir azapqa duchar bo'ladi. Shunga qarindoshlar qattiq diqqat qilishimiz kerak. Qattiq. Hamma ishni avval shariatningki ahkamlarga sep turib hukm qilib, undan keyin qadamni besishimiz kerak. Qatada mundaq deydi: banda riyokorlik qilgan chaqda Alloh taolo bandamga qaranglar, meni qandoq masxara qilyotdi deydi. Rivoyat qilinishicha Umar roziyallohu anhu beshini sangiltib ketayotgan bir kishini ko'rib, "Ey birodar, beshingni ko'tar. Xushu, ya'ni taqvolik boshda emas, qalbda bo'ladi" degan. Chunki bu hadisda u odam nima uchun beshini sangiltib mangan deganda boshqalarning oldida g'adib yuriyotdi demisin, takabburkan demisin boshqalar deb beshini sangiltib olgan odamga beshini ko'tarib normal man. Taqvolik degan boshini sangiltib olishdi emas. Qalbingda taqvolik qil, qalbingda riyokorlik qilma deb uni vaqirgan Umar roziyallohu anhu. Rivoyat qilinishicha Abu Umama Bahili roziyallohu anhu masjidda sajdaga beshini qo'ygan holda yig'lab turib duo qilayotgan bir kishini ko'rib, "Bu senkansan-da, kashki bu holing uyda bo'lsa edi" degan. Chunki bu yerda deyilayotgani o masjidda boshqalarning oldida yig'lab turib beshini sajdaga qo'yib duo qilgan. Amaliyotda duoning o'zi yaxshi bir ibodat. Yig'lab turib Allohga nola qilib, Allohdan mag'firatlar tilash yaxshi ibodat amallar bo'lsa-mu, boshqalar boyada, boshqalar ko'rib turadigan yerda qilganlik uchun bu riyo kirdi deb uyangni qilsamamdi bu ishni degan. Muhammad ibn Muborak Suvari duoni kechasi qilgan. O gündüz kılıngandan köp yaxşıdır. Çünkü gündüzü kılıngan dualar insanlar üçündür. Kechasi kılıngan dualar alemlerin Rabbi Allah üçündür degan. Ali roziyallohu anhu mundaq deydi: riyokorning mundaq alomatlari bor.
Yalğız qalğanda ibodatda o'rinli qiladi. Boshqalarning oldida aktiv bo'lib ketadi. Qilgan ishini maqtab qo'ysa, oshirib qoladi. Ayblab qo'ysa, kam qiladi. Mana bu riyokorning alomati. Bu hozir aramizda intayin ko'p bunday odamlar. Odamlar boyada zodi aktiv ishlaganni zodi shu boshqalar ko'rsin deb shunda ko'p ishlarni, harakatlarni qilib ketadi. İbadetni munoyatda aktiv qilib ketadi. Odam yo'q yerlarda hatto namozlarni qazo qiladi. Bir necha namozni qo'shib birga o'qiydi. Ba'zi odamlar maqtab qo'ysa, hammaning oldida yurdi. İbadetni xuddi shu bir maqtug'uchi odam uchun qilingandek yoki bir ahli ilm ulamolarning yonida ders olsam, ma'u qarindishimiz yoki ma'u o'quvchim mening darsimni yaxshi o'rganyotdi desa, zodi qattiq tirishib ketadigan. Agar uni sal ayblab qo'ysa, nimandaq bir tirishmaysan bu yoki nimishki bir darsni anglamaysan, nimishki o'rganmaysan deb ayblab qo'ysa, o ishni kam qiladigan, o'rganmaydigan, dars anglamaydigan yoki uni tashlab o'tadigan odamlar intayin ko'p. Xuddi shu ibodatni shu odam, shu inson uchun qilinadek qilgan odam jiq hozir bu dunyoda jiq ko'rib turibmiz intayin ko'p. Shuning uchun bunday ishdan saqlanaylik, qiyomat kuni hisob belgilanmaydi. Yaxshi muomala qilsa, uning oldida zodi aktiv, yuqori energiyalik bo'lib, sal mundaroq bo'lib qolsa, sal ba'zi ishlarni ayblab, tanqidiy fikr berib qo'ysa, xuddi shu ishni o'sha odam uchun qilinadek, uning keyinga tortilgan yoki uni qilmay tashib o'tadigan ishlar riyokirdir. Qiyomat kuni hisob belgilanmaydi. Fuzayl ibn Iyoz bundoq deydi: İnsanlar için emelini terk etiş riyadır. İnsanlar için emel kılış şirktir. İhlas olsa Allah Teala'nın seni bu ikisinden aman kılışıdır. Allah Teala'ya iltica kılıp emelimizni, sözümüzni ve yürüş duruşumuzni bizge riyadan saklaşka, bizge yardım kılışını ve ihlasını rızık kılıp verisini Allah'tan tilişimiz, Allah'tan mağfiret tilişimiz gerek. Mağfiret tilişimiz. İnsanlar için emel kılsak, bu riya kirip, kıyamet gün iğir caza kalımız. İnsanlar için bir kıvatkan yaxşı emelini terk etse, bu riya kirdi, riya. Kıyamet günü azap kaldı. İnsanlar için bir emelini kısa, sen için maaşını kılmam deb kısa, o şirik kirdi, şirik. Allah'a şirik keltirgan. Çünkü kılgan emelimizni Allah rızası için kılışımız gerek. Nima demakchi bu yerda insonlar uchun bir qilayotgan amalni tark etish. Masalan, men bu yerda darsni beryapsam, men bir tanqidiy fikr berib, uni men qilib qo'ygan bo'lsam, men uchun bu darsni anglamay tark etib, anglamasam qanday qilsa sening darsingni deydigan ish bo'lsa, bu riyo kiradi. Riyo. Chunki men darsni men Allah rızası için beryapman, siz Allah rızası için anlashingiz kerak. Men uchun emas. Men faqat bu yerda qarindoshlarning qiyomat kunidagi ajr elishi uchun bilmaganlarini yetkazyapman. O'rganuvchi odam buni Allah rızası için anlab o'rganishi kerak. Agar unda qilmaganda men tanqidiy fikr berib qo'ygan bo'lsam, o'rganmasam qanday qilsa, bu dersini öğrenmesem qanday qilading, nima qila olading deb öğrenmesek bu riyo qilgan bo'lamiz. Chunki bu ilm ma'u Allohning yo'lidagi islomiy diniy dars mening emas, mening yozgan kitobim emas, mening ideyalarim emas, mening hech nimam emas. Allohning buyrug'i, payg'ambarning ko'rsatmasi, shariat ahkomlari buni yetkazib qo'yish mening vazifam.
Bunun özünü men üçün tərk etsə riya qilgan bo'ladi. Agar buni men üçün Moşa adamning ko'nglida anglaychi, o'ginaychi desa, bu Allohga sherik keltirgan bo'ladi. Sherik keltirgan. Buni men uchun emas, men uchun Alloh rizosi uchun qiyomat kuni Allohning dargohiga oq yuzlik bo'lib berib, ko'p ajrlarni elish uchun niyat qilib o'ginish kerak. Agar unda qilmasa, Allohga sherik keltirgan bo'ladi. Mana bu masalani bu yerda bayon qilyapti. Şunu qardaşlar, mana shunday riyo ishlardan, sherik ishlardan o'zimizni yiroq tutaylik. İbadatni faqat Alloh uchun qilaylik, yaxshi amallarni faqat Alloh uchun qilaylik. Yordam, xayr ihsonlarni hammasini Alloh uchun qilaylik. Alloh taolo barliq qardoshlarımizga hidoyat qilsin, haq ustida mustahkam qilsin, darslarimizni barliq qardoshlarga manfaatli qilib bersin.